Xo'sh, atrofda hech kim yo'q ekan-da, hech kim yo'q. Endi kirib bemalol o'ldirib ketsam bo'ladi. Xo'sh, stop. Jo'xa, qani qayoq yo'q bo'ldi, tushunmadim. Ertalab bo'lib ketibdi-ku, namchi ko'p uxlayotgan bo'lib qolganman. Hozir eshikka bir chiqaylikchi, quyosh chiqmabdimikan? Quyosh qani? Bu tomondan chiqardi. Takoy chiqyapti lekin. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va sizlar yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoni oxirigacha Stop. Kim bu? To'xtanglar. Qani? Voy, yaramas. To'xta, to'xta dedim men senga. To'xta, yaramas. To'xta. Qayoqqa ketdi? Tushunmadim. Mayli, kim qo'lida pichoqmidi? Hozir ortidan mayli keyinroq boraman. Avval polizdagi narsalarni to'g'rilab olay, keyin ortidan boraman. Lekin nima pichoqni olib o'rmonga qarab ketdim? Meni qarab turgandi xuddi mana shu joydan. Tushunmadim, mayli. Nima deyotgandim? Kanalga tez obuna bo'linglar va videoni oxirigacha kuzatinglar. Chunki bu kimligini biz aniqlashimiz kerak. Kim ekan, nimaga pichoq olib yuribdi qo'lida, hayronman. Mayli, hozir polizdagi ishlarni qilib olishim kerak. Chunki polizdagi ishlarni qilmasam, janob mer menga aniq nimadir qonuniyatga ko'ra jarima, hamma nimadir shunaqa narsa belgilab qo'yishi mumkin. O'shaning uchun tez yig'ishtirib olish kerak poliz ekinlarini. Polizda hosillar juda ham chiroyli bo'lyapti. Chunki zo'r poliz qurganman. Aytgancha bu sizlarga tanishtirib o'tmaganman. 98-qishloq, ya'ni 97-qishloqdan keyingi 98-qishloq bo'ladi. Bu qishloqni qarochi yangilagan ko'rinishga olib kelganman. Bu yerda bilasizlar, kichkina uycha bor edi mana bu yerda. O'sha kichkina uychani zo'r qilib katta qilib chiroyli qildim. Xullas, kommentariyada so'ragandim sizlarga katta qilaymi yo kichkina holatida tursinmi deganimda, hamma Jo'xa katta qiyin deb yozgan ekan. Men katta qilib qo'ydim hozir. Sizlarning fikringlar men uchun juda ham muhim, har doim bilasizlar. Ya'ni nima qilsam bo'ladi bu qishloqda? Bu qishloqni kuchaytirish kerak axir. O'zingizlarning fikringlarni bemalol kommentariyaga yozib qoldiraveringlar. Mana shunaqa qiling deb turib, keyin esa men hammasini qilishga harakat qilib ko'raman. Harakat qilmayman, aniq qilaman dedimmi, qilaman. Qarochi, sizlar prosta kommentga yozib qo'yaversanglar bo'lgani. Hozir ana u qotilni qanaqadir odam ekan, qo'lida pichoq olib yurgandan keyin qotil bo'ladi degan ishni. Mana u musur kartoshkani bitta sakrab otib yuborsam ko'chaga tushadi. Ko'ryapsizlarmi? Texnologiya deyiladi bu. Hozir aniqlashtiraman kim ekan, nimaga bunaqa qilib yuribdi ekan, hayronman. Men ketmonim joyiga qo'yib qo'yay. Poliz ekinlari adashmasam mana bu yerda turar edi. Bugun soliq to'laydigan kunim ekan. Hozir mana buni yarmini olaman, chunki yarmi chiqdi-yu polizdan. Mana buni buni olmayman, mana buni yarmini olaman. Buni hammasini olaman. Menimcha shu narsalar o'zi uni ham yarmini yetish kerak aytgancha. Mana uni yarmiga qo'shamiz, bo'ldi. Mana shu narsalarni olib borsam janob merga bo'ladi hammasi. Janob merda adashmasam, mana bu bino ko'chirilgandi, uyi. Ya'ni bu mana bu yerda uyi yo'q, mana ko'ryapsizlar. Bu yerga bitta boshqa chet el ko'chib kelgan. Janob mer esa mana bu yerda yashayapti hozir. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, nima gap Jo'xa? Qarochi, soliqlarni olib kelgandim janob mer. Janob mer deysanmi? Janob mer deb ochikdan adashib ketdim. Ha, yaxshi, qo'y joyiga. Bu yerda hujjatlar, bu yerda pullar. Aytgancha oylikni qachon berasiz menga? Oylikni beraman vaqti kelsa. Vaqt qachon kelarkin? Tezroq bersangiz yaxshi bo'lardi. Kelib qoladi vaqti, vahima qilma. Xo'p. Aytgan sizdan bitta so'ramoqchi edim. Nima narsa? Qarochi, ertalab uyimda o'tirgandim, keyin ko'chaga chiqsam, bitta qop-qora kiyimli yetel qo'lida pichoq ushlab olgan, menga qarab turgan ekan. Keyin shunday qaragandim, o'rmonchiga kirib ketdi. Eshitmadingmi? Nimani? Bitta qarochi qotil degan yetel chiqibdi, ya'ni ismi qotil ekan. Ismi qotil? Ha, ismi qotil bo'lgani uchun ham qo'liga pichoq olib yurgan ekan. Men qotilmanmi deb, qotillik qilishim kerak deb. O'shani yo'q qilish kerak, uni qamash kerak ushlab turib. U qonunga xilof ish qilyapti. Bo'ldi, gapi ushlayman hozir. Qanaqa ushlasang ham tezroq ushla, tushundingmi? Bu seni vazifang. Bo'ldi janob mer, gapi yo'q, hozir ushlayman. Qarochi, obunachilar bunaqangi jinoyatchilarni bunaqangi yurishi xavfli. Sizlarga ham maslahat beraman, bunaqangi jinoyatga aralashmanglar. Jinoyatchilardan iloji boricha uzoqroqda yuringlar. Va jinoyatchilarni ko'rib qolgan taqdiringlarda ham 102, ya'ni qarochi politsiyachiga xabar berishinglar kerak. To'xtanglar-da. Bu yaramas yetel meni qiyofadoshimni. Menga qarab, hali ham buni yo'qotmadingmi? Endi seni sog'inaman, shuning uchun qarab o'tiraman. Bo'pti, o'zi obunachimni, asl obunachim mana shu ko'ryapsizlarmi? Men haykalchamni ham yasatib olgan o'zi. Hozir o'shani tutish kerak, jinoyatchini ushlab turib qamash kerak, chunki u jinoyat qilyapti-da. Jinoyat qilgandan keyin ushlash kerak degani. Hozir
qarab turinglar. Men tak o'rmonga uni izlab boraman. Hozir menda hech qanaqangi narsa yo'q. Uni u bilan kurashish uchun mayli hozir tapor etaman qo'limga. Har qalay menga yaqinlashganda taporni orqa qismi bilan boshiga uraman. Shunda hushdan ketadi, keyin ushlab qamab tashlasam bo'ladi. Lekin uni o'ldirmayman, chunki o'ldirsam keyin o'zim ham jinoyatchi bo'lib qolaman-ku. O'shaning uchun iloji boricha o'ldirmaslik kerak. Hozir mana shu tomonga qarab kirib ketgandi, lekin qaysi bu o'rmonni qayerga qarab ketgani hozircha men uchun hoy yaramas, to'xta. Hoy yaramas, yetil. To'xta deyapman senga. To'xta, hoy. Qoch, daraxt yaramas, qoch. Hoy, to'xta dedim. Qayoqqa ketding? Hoy yaramas. Ho, ana ko'rdim. To'xta, hoy, to'xta deyapman. Taporimni olay hozir. Hozir mendan ko'rasan, to'xta, hoy yaramas, yetil. Beri kirib ketmadimi? Qani, qayoqqa yo'q bo'lib qoldi. Tushunmadim. Obbo, qayergadir ketib qoldi. Qo'ldan boy berdim yaramasni. Obbo, qayerga ketdikina? Shu yetmay turdi. Endi buni izlash kerak. Qayerga ketdi yaramas. Buni qayerdan topaman endi? Bilmadim, topish uchun izlash kerak. Izlash uchun vaqt kerak. Vaqt esa menda hozircha yo'q. Vaqtim bor, nimaga yo'q ekan? Vaqtim bor, lekin izlashga biroz erinayapman, to'g'risini aytsam. Mayli, hozir uyga borib turaychi, balki yana kelib qolar kelsa, lekin bu marta ham juda ham zo'r ish bo'lardi. Hoy! Tushunmadim. Meni tuta olmaysan. Sen qani qayergasan? Sen tutishim uchun o'zingni ko'rsat axir. Men ketyapman. Tushunmadim. Yaramas. To'xta, qayoqqa ketyapsan axir? To'xta, sen tutishim uchun to'xtashing kerak axir. Hoy, to'xta, yaramas. To'xta deyapman. Yo'q bo'lib ketdi. To'xta, telefonim kelyapti. Alo, eshitaman. Meni tuta olmaysan. Men seni o'ldiraman, qarab tur. Qanaqasiga o'ldirasan? Zo'rmisan? Chiq bu yoqqa. Men seni shunchaki o'ldira olmayman. Seni kuching ko'p. Men seni uxlab yotganingda o'ldiraman. Tushundingmi? Hali shunaqami? Shunaqa. Bo'ldi, unda qo'lingdan kelsa o'ldir. Bo'pti, ko'rishguncha. Mayli. Tak, hozir demak kechasi keladi. Demak kechasi kelishiga tayyorlanib turishim kerak. Avval qamoqxona kerak. Bizga qamoqxonani janob mer do'st topadi, короче. Men janob merga aytib qo'yaman, qamoqxonani tashkillashtiring deb. Hozir hamma yetelga aytib chiqishim kerak. Kechqurun kelar ekan, hamma tayyor tursin. Kimnidir o'ldirib ketmoqchi bo'lsa agar darrov xabar beringlar deb aytaman hozir. Seni o'ldiraman dedi-ku. Demak, o'zimni uyimni nimadir qilishim kerak. Voy yetellar, menga qaralaring. Ana qotil yetel haqida eshitdilaringmi? Voy, menga qara. Eshitdik. Hozir ko'rdik ham. Sen quvib ketayotganding-ku. O'sha yaramas qanaqadir qotillikni rejalashtiryapti, ya'ni meni o'ldirmoqchi. O'shanga kechqurun uni ko'rsalaring, sразу janob merga yoki men o'zimga xabar qilinglar, tushundinglarmi? Bo'ldi, tushundik. Politsiyaga xabar qilsakchi? Politsiyaga ham xabar qilinglar. Menga ham, janob merga ham, politsiyaga ham. Uch kishiga qanaqasiga bir vaqtda xabar qilishimiz mumkin? Yoningga bitta odamni olgani, yana bitta yeteldi. Uchalang bittadan telefonni olginda telefon qil. Bo'ldi, tushundik. Gap yo'q. Qilamiz hammasini, yes qilamiz. Bo'ldi, shunaqa qilaring. Hozir men janob merga aytib kelayinda. Tak, janob merga aytish kerak. Men uni ko'rdim, kechqurun kelar ekan deyman. Janob mer, men qotilni topdim. Qani, olib keldingmi? Yo'q, qochib ketdi, o'rmonga ichib kirib ketdi. Undan qanaqasi topdim deysan? Короче, kechqurun meni o'ldirish kelar ekan, o'shanda ushlab olsak bo'ladi. Seni o'ldirsa qanday ushlaymiz? Tentak. Короче, men o'zim uyimning ichida bo'lmayman. Uyimning ichiga kiradi, ustidan kelamanda, orqasidan izidan kelamanda. Короче, tutdim-ku sana deyman. Keyin o'shanga qamashga joy yo'q bizda. Qamoqxona problema emas. Politsiyaga xabar beramiz. Shahardagi qamoqxonaga olib borib qamashadi. Shuni so'ramoqchi edimda sizdan. Unda hozir men nima qilsam bo'ladi? Короче, sen uyingning atrofini qanaqadir nimadir qilib chiqdi, xullas. Tuzoq qilasan, nimadir qilib qochib ketmasligi kerak. Bo'ldi, unda uyimning ichiga kelgandan keyin uyimning ichiga qamab qo'ysamchi? U ham yaxshi fikr. Uyning ichiga qamab qo'ysang, keyin qochib keta olmaydi. Sразу ushlab olsak bo'ladi. Bo'ldi, unda men hozir bor uyimni atrofini qanaqadir nima edi, qo'riqlaydigan qilib chiqaman xullas. Bo'pti, shunaqa qilasan, nimadir qil, короче. Zo'rroq ideya o'yla, ushlab olish kerak. Seni o'ldirmasin lekin. Bo'ldi, o'ldira olmaydi. Tak, hozir tak, nima qilsak bo'ladi? Birinchi o'rinda o'shani ushlashimiz kerak. Ya'ni ushlash uchun bizga narsalar kerak, bir ikkita narsalar. Derazani yopib qo'yishim kerak, chunki ichkari qamagandan keyin derazadan chiqib ketishi mumkin. Derazani qamash uchun zabor kerak bizga. Zabor yasab olaman hozir, qaranglar. Tak, zabor uchun bizga cho'p kerak. 2, 3, 4 ta. 4 tasidan bizga nechta cho'p beryapti? 16 ta cho'p beryapti ekan. Tak, to'xta. Hammasini shuni hozir yig'ishtirib olayda. Tak, hozir bunaqa qilamiz. Tak, buni bunaqa qilamiz. Tak, bo'lin. Okey, bizga 3 tagina berdi. Tak, bitta uni qo'ysam shunday keladi, bu yerdan chiqa olmaydi, aniq chiqa olmaydi-da. Uni ustiga bitta qo'yamiz, mana uni ustiga bitta qo'yamiz. O'tib bo'lmaydi, ko'ryapsizlarmi? Вообще o'tib bo'lmaydi bu yerdan. Nima bu yerdan o'tsa bo'lar ekan. Bo'ldi. Hozir shunday kech tushyapti-yu, men uxlayapti deb o'ylaydiki, o'ldirmoqchi bo'ladi, lekin men uxlayotgan bo'lmayman. Uje quyosh botyapti. Quyosh botishini kutish kerak.
Jo'xa hamma yoqda himoyalab chiqyapsanmi? Ha, himoyalayapman. Men politsiyachiga aytib qo'ydim, kechqurun kelar ekan. Nimaga aytsan oldindan tentaymisan? Endi har ehtimolga qarshi oldindan aytib qo'ydim-da. Mayli, aytgan bo'lsang yaxshi ish qilibsan. Hozir men qo'limdagi narsalarni ortiqcha narsalar berib qo'yib qo'ying. Men nimaga bu yoqqa qoldi bu? Hozir qaranglar. Mana daraxtni olib turib, hozir shuni taxtaga aylantirib taxt qo'ying hammasini birdaniga. Hop, taxtani shuni taxtdan ustiga qo'yib olamiz. Qo'limga tapor ushlab tursam bo'ladi. Xo'p, endi kutish kerak. Qayerda kutaman qaranglar. Uyimda chekelaman. Qayerda tursam bo'ladi? Tomning ustiga chiqib turaman, qarochi ko'rmaydi meni shunda. Mana shu yerda tomning ustiga turib turaman. Shuni kirib ketganidan keyin sraz borib o'rtadan ushlab olaman. Yaxshi, o'sha kun bo'tyapti, lekin hali hamon ko'rinmayapti. Meni bu yerdaligimni ko'rsa, lekin dabdala bo'ladi. Bitta tosh blok oldim, chunki eshikning ustidan yopib qo'yishim kerak. Eshikning ustidan yopib qo'ymasam, keyin u qochib ketishi mumkin. Ana kelyapti, ko'ryapsizlarmi? Yashinib turishim kerak. Atrofni qarayapti. Menga qarab qo'ymasdan bo'lsa ham, polzimni ko'zalaytiryaptimi? Gapira olmayman. Kirdan endi borish kerak ortidan sirazi. Tush. Bo'ldi, kirib ketibdi. Voy, yaramas, mana u yerda turibdi. Hoy, Jo'xa, qarasan, yaramas. Senga men kerakmanmi? Tushunmadim, nima qilyapsan? Seni o'ldiraman deganmidim. Qanaqasiga axir? Endi sen shu yerda turasan, qarochi. Tushundingmi? Seni bu yerda qamab qo'yaman. Nimaga bunaqa qilyapsan axir meni? Voy, yaramas, menga qara, hozir politsiyachini aytib kelaman, sen umrbod qamoqda chiriysan. Tushundingmi? Unaqa qilma, iltimos. Shunaqa qilaman, hozir to'xtab tur, janob merga aytib keling. Bo'ldi, qamab qo'ydim, ko'rdinglarmi? Va nihoyat uddaladim bu ishni. Hozir bo'ldi, uyimdan qochib chiqib keta olmaydi u. Janob mer, men qotilni ushladim, uyimga qamab qo'ydim. Yaramasni ushladingmi? Jo'xa, balida sen zo'rsan, kam yo'q senga. Rahmat. Endi nima qilamiz? Politsiyachilar chaqirib qo'yganman, hozir kelishadi, shahar qamoqxonasiga olib ketishadi. Bo'ldi, hozir qochib keta olmaydi. Aniq aytdingizmi, qancha vaqt kelishar ekan? Hozir 10 minutda boramiz deyishdi. Endi 10 minut o'lardi, bilmadim, necha soat. Mayli kelib qolsa kerak. Men esa borib unda qo'riqlab turaman. Mayli, borib qo'riqlagin, qochib ketmasin lekin. Bo'pti, qarochi ketdim. Qarochi, obunachilar ko'rdinglar, ushlab oldim. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, videoga like bosinglar, oxirigacha ko'rdinglar. Rahmat sizlarga. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr. Biz esa hozir ana yaramasini qamaymiz.